Ana 3 mushketor to'nka oshnalarim bilan to'planib tursa, ketdik dedi, babaqqa boramiz qilib bittasini ko'ti qichidi. Dedim, o'zi nosqovoqqa nosbog'mi deb yurgan bo'lsa, bo'g'boqmi, pulni yo'qligida, yo'qchilikda desam, bitta Mamaroza qo'shmachi opam bor dedi, organizovat qiladi dedi. Keyin nima bo'lsa pulini berib beramiz dedi. Biz jalab tekin bo'lsa, bizonni qo'tag'ini qo'g'irda qilib yeymiz-ku. Bo'pti ketdik dedi, o'tirdik, taksiga bordik, kirdik, 3 ta qiz kirib, o'zi yaxshi gaplashib, hali qiz bilan chiqishib ketdi, hamma har xil xonaga kirib ketdi, dang'ir-dung'ir qilib chiqdik. Nasib olsib, cho'milib, eshik tagida o'zi chiqdik, domni pastiga tushib, hamma mana qilib shimini pastga tortyapti. Cho'milib chiqishiga aytib, cho'milib netishib oldingmi, isqirtli ma'butlari desam, mana qilib shimini pastga tortyapti, zamogidan, mana qilib shu pastga tortyapti. Ketdik bo'ldi, uyga o'zi nasib olib ketdik desam, "Qara uyga ketamiz, ketdik" dedi, "Klubga boramiz" dedi. Pul yo'q-ku, enasi namadan klubga boramiz desa, "Senlarga indamadim, meni pulim bor" dedi. Bordik, klubga bordik, 200 dollarcha rasxod o'tirdik, kayf qildik, uyga kirdik. Ertaman soat 11-12 larda uxlab endi, ertalab emas, abit 11-12 larda menga onavi billa kirgan jalab telefon qilyapti. "Sen" dedi, "ana hammomda xalataman cho'ntagida" dedi, "400 dollar pulim bor edi" deyapti. "Sen olmadingmi" deyapti. Dedim, "Jalab" dedim. "Jalabsan" dedim. "Men" dedim, "birovni haqqidan qo'rqaman, sen bilan yotib yurgan bo'lsam ham, yotib turgan bo'lsam ham, men" dedim, "birovni haqqidan qo'rqaman, unaqa o'ndiyo jalab ko'tmasman" dedim. Haligi oshnami bittasi jubkal to'tag'i edi. Kirib, ana xalatida 400 dollar pulini sikishtirib chiqibdi-yu, buyna amigaski. Jalabni nasiyaga sikib, kamiga pulini sikishtirib chiqib ketibdi. Ana jubkal to'ta, "Voy bilan, oshnamga telefon qilyapman, sen olsana to'ta" deyapti. Desam, "Ha, bo'pti, indamay qo'yaver" deydi. "Voy bilan, jalabni nasiyaga sikib, pulini olib chiqib ketibdi kamiga."